Assalomu alaykum hammalarga. Bugun payshanba 30-iyul, Xudo xolasa. Bu oy issiqlari ham o'tyapti. 6 kundan keyin chilla chiqadi. Havo ancha muzdek bo'lib qoladi. Kunduzi issiq, kechqurun muzdek bo'ladi, Xudo xolasa. Bu ham bir Allohning ne'mati. Ne'mat bo'lganda ham shunaqa bir ne'matki, bu issiq bo'lmasa, tarvuzxo'rlarimiz hech qachon bir shirin, mazali bo'lmaydi. Oldin televizorlarda ham ko'p ko'rardi. O'zbekistondan kelgan tarvuz, qovun, meva, uzumlar Rossiyada ham yomon senisa qiladi. Ular talashib yeydi, bizlar quyosh ko'rgan. Quyoshda pishgan, quyoshda bo'lgan mevalar. Alloh ne'mati ko'p O'zbekistonga. 3 oyimiz yoz, 3 oyimiz kuz, 3 oyimiz qish, 3 oyimiz bahor, 12 oy mana shunaqa o'tkazamiz. Shunaqa kunimiz ko'p. Svetimiz yana o'chib qoldi. Juda ham buyuk svet yaxshi o'chyapti. Bir kunda 2 marta ham o'chadi, 3 marta ham o'chadi. Mayli, bir narsaga shukr qilaylik. Oldingi yillarga qaraganda bu yil iflos havo yo'q, chang yo'q, chang kamroq. Havoimiz sal toza, yaxshi. Oldingi yillarga qaraganda bu yil yaxshi. Oldingi yilda shunaqa ham bir chang bo'lardi. Bilsanglar, nafas ololmaydigan darajada edi. Bu yil yaxshi. Kislorod yaxshi. Hali bir narsani ko'rib qoldim. Bir inson doktorda yotib davolanib chiqqandan keyin qo'liga ketgan dori-darmonlar, kislorodlarni narxini yozib berib yotgan kunlariga. Sizdan 7 million yoki 8 million bo'ldi desa, haligi odam namuncha qimmat 300 mingdan edi-yu banisa kuniga, yoki 480 mingdan yoki 500 mingdan edi-yu. Ko'payib ketdi, men bor yo'q 5 kun yotdim desa, 2 kun sizga kislorod qo'ydi, kisloroddan nafas oldingiz. O'sha qimmatroq bo'ldi. Shuning uchun shuncha 8 million bo'lib ketdi. Shuni to'lashingiz kerak desa, haligi odam o'tirib xo'rsinadi. Alloh bergan kisloroddan har kuni yutamiz, bir so'm pul to'lamaymiz. Banisani kislorodlari qimmat ekan deydi, siqilib ketadi. Har qayerda bu kislorodni Allohga shukr qilib, shillashimiz kerak. Bu kislorodlarni, Alloh berayotgan kislorodlarga biz shukronalarimizni qilamiz-mi, yo'qmi? Ne'matlariga. Bir dona ko'zga berilgan nurni ne'matini qilamiz-mi Allohga? Yo'q. Shukronasini qilib ololmaymiz. Shunaqa gaplar o'rtoqlar, do'stlar, birodarlar, podpischiklar, like bosuvchilarga rahmat. Mana kundan kunga Instagramim, YouTube'da ko'tarilib boryapti. Minglab odam bo'lib ketdi. Hammalarga rahmat, tan joninglar sog' bo'lsin, bolalaringlarga bosh, xonadonga bosh bo'linglar. Alloh berayotgan mana bu kisloroddan to'yib yutib tekinligidan foydalanib olinglar. Bu olgan nafasinglar, kislorodinglar tan joninglarga quvvat bo'lsin. Ko'rishamiz. Bugun syomka qilmayman dedim, YouTube'ga kirmayman dedim, mana baribir syomka qilardim. Menga ta'sir qilgani shu baysada yotib kislorod qimmatligidan sal noligan insonni eshitib, keyin shukrona aytganini eshitib, shuni olishga majbur bo'ldim. Shuni bir sizlar bilan ulashmoqchi bo'ldim. Tan joninglar sog' bo'lsin.